Çolpan geldi. Tabiiy qahvaning qanday bo'lganligini bilasiz. Tüjüplab tayyorlangan har bir qahva urug'i ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilanadi. Eng xushburoq, eng tabiiy tam Abida qahvalarga mujassamlangan. Güzel kunlar Abida qahvalari bilan boshlang'usi. Abida Abida isimda bor, ko'nglimda bor, uyimda bor. Onun shirin ta'mi tilimda bor, dilimda bor, kayfiyatim g'iyor. Sut bilan netgan choy, uyimning ozuqi. Abida shirin ta'mi qalbim shodlig'i. Abida 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 Malqani. Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nimishga tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetip boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ba. Ya. Ya. Sen baka. Aşk men tushundim. Mana tushunibdi. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimda besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetip qildiruvchi qarab. Uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, Italiya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Uningdan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Mal bag'ri oz qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshi rotiman. Bu kallalar masalani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Çolpan keldi, fursat keldi. Emek, dutta kimden? Cungang. Çolpan keldi programmasi 2017-yili ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan boshlab hozirgacha 6 yillik shonliq musofani besib, xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan çolpanlarimizni ko'rmanlar bilan eng yaqin oraliqda sardishish fursatiga erishtirib, Şinjan xalqining yoqtirib ko'rishiga noil bo'lib kelayotgan kozir programmalarning biri bo'lib sanaldi. Programma gruppamiz 2023-yili yangi qiyofat va texnik nodir mazmunlari bilan yangi sonlarni san'at-suyar xalqimizning huzuriga sunmoqchi. Mushu munosabat bilan programmamizning oltin e'lon o'rinlariga e'lon qabul qilishni boshladik. Keng korxonachi do'stlarning fursatni ching tutib, biz bilan aloqalashishni so'raymiz. E'lon qabul qilish soni va e'lon vaqti cheklik. 2023-yili mahsulotingizni va korxona shirkatlaringizni to'nitishdagi eng yaxshi tanlashingiz yanala Çolpan keldi programmasi. Men ketirib olay, men ketirib olay. Xeyrisi. Sizga o'qday yeyishni bo'lmamsiz? Emas. To'g'ri. Ketallar qerko'z to'tamlar. Pakaning jin chiqdi. Baksin pro. No. Go. Yo. Yaşıgayla. Tamamen yel yaşıgayla. Qanotda haroga chiqamlari, o'ltirmamlari o'zlarining ixtiyorlari. Çolpan geldi. Qaranglar. Yarışdimi? Bo'ladi-mi? O'zimning mirasining. O'zimning emasga mirasining kiyimlari. Cho'ng sifatda ko'rdim-yu, lekin xali bo'lib qoldi ekan-a. Ko'nicha emasmi? Voy, 3800 ga oldim deyim, naq pul to'lab. Qimmat olibdimanmi? Aş kazonni to'naydiganlar bormi? Bu bo'lsa bahani tushiringlar. 50% bilan yo'q. Xo'sh,
ko'nliqni kelib chiqib qoldi-ku. Mayli mush kostyum jihatlardan kiyim-kechak, va mayli yemak-ichmak jihatlardan mushu biz taraqqiy qilib bo'lib, hozir yana mush ko'nliqni seg'inayotgan bir davr bo'lyapti-ku. Shunami emasmi? Bu moda bo'lib ketgan kiyimlar bir mezgil modadan qilib, hozir qaytadan moda ketib bordi. Chashpason mashina bo'lyapti. Burunqlar qo'ygan chashpason bu amaliyotda-ku. Arliqlarda uzun qo'yib olgan bo'ldik, keyin bundoqlam taraydigan bo'ldik, oxir yana mishaga keldik. Oshxonalardami kirsak, mushu bezaklarimi burun hammaylar shu pingfon o'yladi o'tirib qolgan deb o'ylayman. Shu vaqtlardagi shu bezaklar ba yerlarga kirib o'tirsak bir xil ozodlik bor. Men bunda o'ylab baqsam, balalıqın seg'inish, o'tmishni seg'inishdan kelib chiqqan bir xil seg'inish tuyg'usi ekan-ku, bu yig'inchoqlab kelgan vaqtda. Har bir odam bu dunyoda cho'qimli yashaydi-ki, vaqtni qaytarib olmaydi-ki, buning faqat amal yo'q-ki, lekin balaliqimizni bir umr seg'inib o'tadiganmiz. Shu bola vaqtlarda, boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan vaqtlarda, shu mezgillarda baq his qilib olmaymiz, qachon cho'ng bo'lamiz. Acaba kinodikilar tezlam cho'ng kutdi-ki, biz nima deb cho'ng olmaymiz deb kutdi ekanmiz, lekin cho'ng bo'lib qolgandan keyin ming pushaymon qilgan bilanmi qaytarib olib bo'lmaydi-ki. Bu bütün adamninki o'rtaq arzusi balalıqqa qaytishga. Men buni tadqiq qilib baxdim-ku buni. Shuning uchun balalıqdagi har bir kun, har bir vaqt, har bir sharoit biz uchun eng qimmatli yuragimizdagi bir obidalar ekan. Shu vaqtlarda ko'rgan bir filmlarmi bor? Sohib Jamolning o'limi, Ra'noning to'yi deganda qatorliq nurg'un sanab kelsak, hozir misharliklarni to'liq sanab bera oladiku deyman. Sanab qamdiq ya. Yana qanday filmlar bor deb balaliq vaqtlarda ko'rgan. Bog' Qo'g'inchining hikoyasi, Ali Zaydin, yo'l boshlig'ichi, to'g'ri. Sirliq karvon. Ishqilib demak hozir darrov isimiz kelgandirey, ma'lum texe. O isimiz kelmagan. Texe birdam o'ylasak, nurg'un filmlar bor bizga tavarruk ko'p saqlanayotgan. Men o'ylab qoldim, shu tavarruk filmlar deb ko'nglimizdan qatqiq o'rnab ketdi. Shu filmlardagi artistlarmi biz uchun tavarruk obida hisoblandi, shundami? Shuna bo'lgandiki, mushu bizningki Cho'lpon keldi programmamizningki asosli tutgan uslubimiz shu bizga tavarruk bo'lgan, bizga ustoz bo'lgan ataqliq Cho'lponlar jumladan bizningki suyumli san'atkorlarimizning mush sahna orqali tunishib, shularniki ish izlaridan biz yoshlar ulga elib yangi bir davrdagilar. Buningdan keyingi ishlarimizga azroq bo'lsin bir foydasi bo'lsa, azroq bo'lsinmi bir bilim olsak deganni maqsad qilib turib, mush sahnaga taklif qilyapmiz. Bugungi Cho'lpon kim do'stlarcha? Mana shu ko'n kinolarni bir aslatib o'tdim-ku. Taqozo qilmaya. Sohib Jamolning o'limidagi bosh rol kim u? Güzelnur Qutbiddin. Bugungi 2023-yillik Obida Cho'lpon keldi programmamizdan alaydi saniga alaydi taklif bilan qatnashgan bizning suyumli ustozimiz, davlatlik birinchi darajalik artist, ataqliq aktyorimiz Güzelnur Qutbiddin adam marhamat. Vallahi yaxshi turibsizlar, azizlarim. Qanday ahvolingiz da yaxshi turdingizmi? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, da o'zingizmi yaxshi turibsiz? Meni aram bugun bu yerga taklif qilibsiz. Bek tasga tushdingiz hadi. Uyda o'ylayman, qachon meni chaqira. Chunki bu bola meni bilmaydi. Ey Güzelnur, o'zingga bir tasalli qilib turasa. Texmi tirissang chaqirib qolar degan bir Yo'q, bilmaydi emas. Balki mabaq gaplarni haqida angladingiz. Qadrlab turamiz. Bizningki eng yuragimizdagi haqiqiy Cho'lpon deb e'tirof qilgan kishilar sizlarda. Uni hargiz biz unutib qoldimiz debmi unutib qolib bo'lmaymiz. Har ishniki shu vaqt soati keldigan o'xshaydi. To'g'ri. Bugun soatga kelibdi shu. Naq shu soati bugun to'g'rilashibdi. O'zingiz o'zgarmabsiz-da. Yana shunda chiroyli turibsiz. Ayni vaqtda Sohib Jamolning o'limi filmidagi shu obrazingiz bek esimda qoldi. Shu obrazingiz qarab, "Voy, ajab chiroyli-ku, bu dashta boshda ko'rdik." Shu filmlarni. Elamo yana cho'ng o'zgarish yo'q chiroyingizda. Ishqilib umringiz uzun bo'lsin, texim yosh turing. Programmamiz oxirlashdi. O'sha tugsa-da. Obida shamdoq. Qahvasini ichaymi-ki? Qanday bo'lsa quruq kelmadingiz. Programmamizningki qoidasini bilasiz. Ustozlarga amdiliqi ayminimiz hamda ustozlarning oldida-ku. Qanday bo'ladi deb bir xil xijolat bo'limiz yo'q, lekin programmaninki uslubi mushtarak bo'lib qoldi. Nima gap bo'lsa daverdigan, kamchiligini nima daverdigan, mushunda bir sahna bo'lib qoldi. Bek yaxshi riyosatchilik qilyapsiz. Haqiqatan men qo'l qo'yman sizga. Har qitim ko'rsam mush programmani ko'nglim shunchalik suyunadi voy. Mabalajib bir aqlliqgina ko'zlaridan bir xil nur chiqib turdi. Cho'qim buningdan keyin bir umid bor ekan mabalda. Rahmat. Mening ko'zim moltin edi-ku. Men mush
ovoz artistlarim, ey, ma'balning ovoz bek yaxshi keldi desam, cho'lpon bo'lib ketdi desa, uzanma yoqib qolaman. Ma'balga qarsam, ilqi shunchalik ravonda g'idiqlab butun narsani chiqara olasiz sahnada. Rahmat. Shuni ko'rib shunchalik xush bo'lib ketgandim, bugun bu yerga kelib sizningki eslashingizga muyassar bo'lib bu yerga kelib turibdim-a. Siz mendan hayajonlandingiz da, men sizdan hayajonlandim ekansiz. Ikkimiz bir-birimizga ta'sir ko'rsatdik. Oy, bek cho'ng maqtab etdingiz, lekin ada. Shunday bo'lsa-mi? Har qatdan ish qilib, hammalarni zalmisha chiqqanlarni bir xil uyg'utsiz. Ay, rahmat ada. Umid bor sizda. Rahmat ada. Qap qilyotdi-ku, bu programmalar qipaqdi, endi demasam o'zinglar bilasizlar, hammasi qap qoldi, oyog'i chiqmadi. Siz abay gapim uzilib qoldi, hammamiz uyda noyt. Shu vaqtda siz tor orqali yetim qo'ymadingiz bizni. Ma'naviy jihatdan ozuqlanib turdik. Sizni ko'rsa, yosh bolalar bir xil umid. Şahsen ben şunçalık bir hayacanlanıma. Hem bana müştak bolsa-çu, tetik nayt, coşkunsuz-çu. Rahmet ede. Onda bolsa, muş seninki, muş en başlıdlam keyfiyatlarımız şunda turaqlı qaldı. Nayt yaxşı boldu-gu. Texim yaxşı qoyduğun ede. Sizge bir fırsat vermem. Görmeliler aşı ekran qarab turib, özünüzdeki konu obrazlarınız var ede. Şu obrazlarınızda bir doğru pesans bir qo'shildi. Onda şu tünügün ilişkin bir doyunum çıkıp qaptı-çu. Şuningda bir kichik qiz bola menga gap qoldiribdi. Shu gap shunchalik ta'sir qilib ketdiki menga. Ey, hada men 10 yoshdim shu chaqda sizning shu kinoringizni ko'rib cho'ng bo'ldim. Haqiqiy bir siz ulug'vor bir obrazni yaratdingiz. Muhabbatga sodiq bir obrazni yaratdingiz. Hatto shu muhabbat yuzingiz kuyib ketgan bilan bezanglik holatda emas, siz aşı balını ayab, siz o'zingizni etib oldingiz. Hozir yo'q undaq ras muhabbat. Sizninki mushundaq yaxshi bir asarni menga ko'rsatganingizga men o'zimni nihoyat baxtli his qilaman. Rahmat, men o'lsam unutmayman deb qaranglar. Shunchalik huzurlanib ketdim bir artist uchun tomoshabinlarniki mushtaq bir qoyil bo'lish uchun. Endi shu chaqdalik rolam azmo deb o'ylab qolgandim. Dadamninki rahmatlikning bir gapi bor. Odam choponning oldi peshi bo'lib, hamma so'rinda yursa bo'lmaydi. Hattoki dadam ham san'atkor odam. Hatto insonninki usta artistning mushu oqi ko'rinishimi artist bo'lish kerak. Ey, qachon o'rlama artist, qachon o'rla chiroyini, jamolini ko'rsak bo'ladi degidak mushto qarab tura olish kerak degandikin men dadamning shu narsa bilan men qabul qilgan. O choponning oldi peshi bo'lib hamma ko'rinishga chiqib yursak degandek shu nimaga ash qizning gapi bilan haqiqatan men shunday bir yaxshi rolni olibman. Endi biz san'atkorlarniki bir nima deymiz? Jiddiylik usab. Nasıl faydalı? Faydalı suyu bo'lgandan keyin, foydali bo'lsa bekbeziki. Ben o kahvesini içtim. Ben bu suyunu içtim. Sözler adam eşçivrey. Boptu işim. Hem de bu sanatkarlarniki asası maqsadimiz jamiyatni yetaklab mengishchu. Ali Ma'lumning gapi bo'yicha yuqori energiya taqitish kerak deydi. Funinglang bo'lsa bo'lmaydi. Demak, men yuqori energiya taqitib xalqimiz shu gudak Uyg'ur qizlarimizni yetaklagan bo'lsam, mening shu kinorim bilan muhabbatini qandaq bir taraf qilish, qandaq sodiq bo'lish, sodiq yo'q-ku hozir bu bolalarda. Endi sizni yaxshi ko'rdi, ujmikon hali ani yaxshi ko'rdi. Shaxsan men shunchalik nima bo'lib ketdi bu jamiyat deyman. Ash qiz bola shu gapni qilgandan shunchalik faxrlandim o'zimdan. Yaxshi men shu obrazni o'ynab kelma. Qahirada mukofotga erishgan. Güzelnur Qutbiddin deb menga taklifnoma kelgan. Bugun davolayman bu gapni ishimga sig'diramay, hech kimga demagandim-ku. Taklif kelgan. Ma'lum sabab bilan bu taklifni menga hech kim ko'rsatmadi. Boshqa birisi meni onamni berib, yuzini daptaq qilib, Güzelnur Qutbiddin desa, boshqa birisi chiqib, men shu deb elishtinmi bir xil Echinishlik ish bormi yo'qmi sizlarda-chi? Bunda ishlab ketdi-da. Echinishlik ish bu xalqning o'rnida men shu deb chiqish. Shunda bo'ldi. O taqat qushlarning ko'zi yo'q-kanda, ko'zi almashib qolgan o'xshaydi. Ya. O chet elliklarningki mal tunimaydigan o'xshaydi ular. Mana Xitoydaga o'xshaydi. Ko'nglimga amma Güzelnur. Sen bek tirishmagan o'xshaysa, buningdan keyin texmi tirishsang, yo'ling ochiq bo'ladi. İzdiganlar, aldirganlar berib elvasin. Men oqidan yana bora olayman degan bir nimada o'zimga o'zim tasalli berib, hozirgacha kelyapman. Unda bo'lsa yaqindan yaqin qanday ishlar bilan aldirash hadasiz? Endi kimning o'limi deb bir kino ishlaysiz?
Endi men o'zimcha bek tirishchan bir qiz bola endi. Kichikimdan tortib shunchalik tirishchan. Maqtuylan ada. Vaqti bo'laydi bir sizlar bir menga fursat bergandikin. Kichik vaqtimda maktabga borsa, bolalar ikki ocham bor maktabda o'qiydigancha, bular bilan qarab yangi yoziq yozimizda o'chaqda. Qishiq gap o'tirib, bunda qalamdan birini elib bir varaqchaga. Bunda inglizchadek yozimanda. Bütün toşquzub mağama tangtoshlar maktabga berib bo'ldi. Men bormadim. Ya meni birisi maktabga bering demedi. Chunki men ocham bilan o'tirib xeyli bir narsa o'rganib bo'ldim. Ey maktabdan kelishgan bo'lsang kelama do'stga. Mahallimizda bir kichik bu taxtayliq tam bor deding-a. Nimadan birini olaman, kumadan birini. Yozaman. 1 ga 3 ni qo'shsa nechi? 5 ga 2 ni qo'shsa nechi? 1 ga 1 ni qo'shsa nechi? Nima o'rganganday bu bolalar? Men bormayman maktabga. Maktabda hech kim o'rgatmaydi ekan deb çatdığım bo'lmadi. O'ynabla yurayman. Shuningga mush bolalarningki o'ynashiga bakrak ahamiyat bersak, bolalar aqlli bo'lamdiki deyman. Haliqi bolalar kechada mushtaqa maktabga boradi. Men uyqumga qanima, dadam bak aqlli bir odamki, shuningga meni majburlamatdiki maktabga yugar deb. Shuning bilan cho'ng ochamni aqlli. Bu ikkinchi sinfga chiqaydi, vatado go'zalnur taqa uyda maktabga bormamdo degandikin, voy basun deb bordim. Basam birinchi sinfga akirib berganti, meni deganlarni yozgantamni yozib bersam, voy bu ikkinchi sinfga kirib ketsa, bak sazgurkan bu qiz, ikkinchi sinfga yetishib ketadi dedi. Ikkinchi sinfga kirib o'qib ketdim. Siz birinchi yillik o'qib baqmadingiz? Birinchi yillik o'qib baqmadim. Voy, so'z bo'ldi ekansiz, unda Chunki men o'qiganlarni ko'ribchi, kechada bichorlik uyquga qolmay yurganning nima foydasi? Birga birini qo'shib ikki deyolmaganlikin, bo'lmabdi bu deb o'zimning xayolim o'ynab yurib qildimda. Shu maktabga kirgandan keyin 2 sinfga kirib 2 oy bo'lmasdan men 1 sinf emas 3 sinfning boshlig'i bo'lib ketdim. Payjon. O'g'ilvaldek ashunda qiz oldim men. Shuning bilan 3-sinfga chiqdik, 4-sinfga chiqqanda, sizlarningki hadilaringlar bilishi mumkin. Sinfda kim yaxshi bo'lsa, 5-sinfga chiqib qo'ysa, o zixo mening sinfimdan 3 bola 5-sinfga chiqatdi deydigan. Bir kuni kiribdi, sen 5-sinfga imtihon bersa chiqib deb. Qilib boqay deb kitobni bosh o'qiyman, hisobni bosh qilaman. Kirib asib kirib o'qib ketdim. Otlab o'qidingiz. Otlab o'qib ketdim. Evlat o'zim ashta o'ynab yuradigan sho'xdimchi endi. Shuni bo'lsa Soyib Jamol o'qildingiz. Turma gapimda bo'lay. Shuni o'ylab sinfga kirib o'tiramanda o'tirib oddiy kasrni ketdi-da o ders. Men hech nimani tushunmadim. Sinfdagi bolalar meni tushunmaydi, men ularni tonimayman, hatto men ders o'tayotgan muallim meni tonimaydi. Mening sinfimda men shunchalik agilik bir qiz, Fatima xonim deb bir muallimimiz bor, shunchalik yaxshi amroq deyman. Shundaq jo'shqin xuddi sizdekdim. Program ismiga yeringiz ekanda. Shu. Aqlliqligingizni bir isbotlab oldingiz-da. Isbotlab oldim. Rahmat eda ish qilib, amsa men yaqindan yaqin cho'qim bir ishlarda tayyorliklar bor deb o'ylayman. Üzülib qolmaysiz-ku bundan keyingi ishlarda. Yana Abidami? Bu Abida ajabmi bir Peyzikango bo'lsin. Ha, shu Masu Peyzi. Og'zini tatliq qilib qo'ydik-a. Eli ba'zi yana qilib qo'ydim, men ishkasi hech kim kelib to'g'rilayman. Yana o'zimizning yaxshida, Abida. Ha, o'zimizning markasi. Tayyorlik qilayotgan jarayonlarni men eli turib so'ray, unda bo'lsa, oldi bilan mushu ko'rmalarniki tomoshabinlarni kutayotgan yerini men bilib oldim. Naq maydonda bir ariya o'rlab bersa demakchisizlar. Shunaqo? Ha. Shunaqa. Muqimlashtirib atdik hada. Unda qilsa, Soyib Jamolning o'limidan. Soyib Jamolning o'limidan. Ha. Shu Aqo ko'l bo'yidagi yigitim bilan tunji uchrashib, shuncha bir uchrashdik, ko'zimizga beqishdi, oxiri tragediya bilan oyoqlashdi. Shu qasam bo'ldi, u joqdagi qasam noyatlik ishonchlikda, ig'zak emas. Menmi ishondim, umi ishondi. Onun yig'lab ketadigan yerlari bor-ku. Abba shu qizni tappa menga degan yerlari. Shu yerni kelamdik. Menga maslashib bersin, men yolg'iz kelaman. Hazır bir yalğandan bir gül olsun etmişsiniz. Çolpan geldi. Aka, ben usulunu çıraylık oynadım mı? Ha, çıraylık oynadınız. Ha, çıraylık oynadınız. Şu usulunuz için ben muşu qip-qizil almamni bir tutaydı. Ha, tuturam bana. Tuturam. Eğer muş almadak pak çıraylık paqırab çoğun bolsanız, men çoğum sizni izlep kelime kelgüsüde deysiz. Alımal degan gap. Ha, alımal demay endi izlep kelime degan gap. Ha, ma'qul.
Üzdep kelmedi pek ilk nimet tekelli okuyup dedik ya bala. Ama uçakda alama dese hem de şu demepti şu alama degen bolsa alaken tok şu. Siz alama deyip tağa boldu. Maqul. İşte baba. Aka, men usulni qandaroq bo'yindim, gap qilmaysiz-ku? Hayt, yaxshi o'yindingiz. Sizning shu usulingizga mush almamni tutay. Rahmat. Mush almadek qip-qizil paqirab tura olsangiz, kelgusida sizni olaman. Meni kelgusida mush xuddi qizil almadek pak, chiroyli, aqlliqqa cho'nqig'aysan. Ya maniki hozirgi zamon nusxasini bir o'ynash kerak ya-da. Eliqi 80-90-yillardagi bolalarning obrazi, ha? Aka. Ha. Yeynimda qo'polsiz. Gap qilmam sizga gap bo'lsa. O'g'il degan mushtaq bo'lamdi. Abay japatat deb sizga usul o'ynab berdim. Usulim chiroyliqmi? Oho, chiroyliqcha bo'lib qoldi ekan, ha. Men qo'limda beraysan boshqa bir ishim yo'q. Men almani tutib turaman, mana ilinga. Bu almani qilma. Chess deb bo'lsangiz, olim juma. Ma'qulmish almadek chiroyli, paqirab turadigan, oq ko'ngil, cho'ng bo'lsam, cho'qim meni og'ilikining juma emsa. Voy. Hozirgi zamon bo'ldiring. Aka, siz adniyaga gap qilmaysiz ya gap qilmasmisiz? Usulni qandoq o'yin bu? Yaxshi o'yindingiz. Qas qildingiz-ku. Ha, ko'nglimni tutib oldingiz jumma. Undaq bo'lsa gap qilmasam jim tursiz xuddi go'mishdek. Ya, adabasam ijodingizni ochmangsiz. Ha, men olma tuting, ha? Ha, men olmadakchi chestay tura olsangiz, andikin men xotin bo'la olaysiz deb qo'yay. Bo'lmasa uxlab tushingiz. O'zingiz jim o'sha bir tal qota olmani bersam, menga yotliq bo'ldi, ko'ngli berdi deb qoldingizmi? Qo'goxonga opasingiz. Uni buni appasingiz. Hozir hamma bolalarning qo'li bek uchiqkan-ku. Voy, ishingizni qiling, ha, vaqtim yo'q meniki. Yaxshi desa ekan-da, sizgichilik bo'ldi. Rasmiy qayoqqa tasib bo'ldigan? Raslan, endi qiziqchilikchimi? Ish qilib rahmat edi. Boshlab oldik, ha? Boshlab oldik. Endi men biza jiddiyligim biza pasaydi. Bizamiz xeyli pasayib birey bag'anda-da. Shunday. Yamir qitim xush kelibsiz edi. Yaxshi kelib oldingiz. Rahmat. Bugungi son programmamizda ish qilib siz bo'lganligingiz 3 yo'llam. Ma kayfiyatlar toz yaxshi bo'lyapti-da, tomoshabinlarnikimi. Mushu biz ko'rgan Soyib Jamolning o'limididik. Nurg'un filmlaringizni vakil xarakterlik abay bir sanapmi o'tgan bo'ldik. Endi shu filmlarga siz qanday qatnashib qolgan? Cho'nglarmi? Mu san'at sohasidagilar hisoblamdi sizga qaratmalik yetakchilik qilgan. Bunda ishlar bormi, yo'qmi? Shularga nisbatan biz qorong'u tushunchida javobini bera olasizmi mush fursatda? Bo'ldi. Biz chang tutib bir so'rab olaylik. Ko'chligida kavos bir ko'chida olaylik. Shunday qilib, men o'tir maktabga chiqdim-da. Ya, onun oxiri vaqti hozir. O'tir maktabga chiqdim, shuning bilan yetishanmagan yerim bordan ayadi sinfqa. O'ttag'an, elqi Go'zal Nurxon yo'q ayadi. Tushib ketdim-da, xuddakla uyga kirib, onam toza suyqashga uzib tashlab o'tibdi tushdi. Jimson bolam nima bo'ldingiz deb, men o'qimay deyman desam, voy yaxshi-ku, qizlar o'qib nima qildi? Sayponchilikqa shogird beraman. Saypon bo'lasiz, o'zim bilaman, saypon bo'lib turishni uchun yuramanmi deb. Lekin bormadim maktabga. Chunki izzingiz yo'q yerda siz o'qingiz kelmaydi ekan. Aqlim shu chaq sal ko'tami, shu burunqi muallimni izlab jang e'lon qilmabdiman. Men mush sinfda o'qib bir qadamdan chiqishim kerakdi. Sen demişki meni sinfga chiqib berding. Mening oya kamqaga yani kim to'liqlab turdi menga. Sen o'zingning obro'yin deb bizni mushta xayliqsang bo'lamdi degan gapni deyanmaganimga xeyli vaqtcha men jang e'lon qilib keldim. Bolalarni mundaq atlab o'qitsa bo'lmaydiganligiga. Chunki u BKKga yaning o'rnini tamning bir tal kesik ham qalsa, ya tavirsi aşağıdan ajraydi-ku. Shundaq
bo'lgandek. Shuningla bir kun shunday yurdim, shunday yurib qilsam, cho'ng acham keldida, kelib, Güzelnur Fatima xonim puchirdik. Güzelnur nima ish qilyotdi degan o'ynab yuryotdi ukam dedim. Sizga bir savoqdoshlaringiz 6-sinfga chiqib ketibdi. Havanisa xonimninki 6-yillik 2-sinfga kirdi ekansiz. Gapni anglayman, mosh yuragimdagi o'tlar yondi dega, tomoqma nerda qoldi? Oldi keynimga qarmay partaqshib yurib chiqib ketdim. Maktabga kirdim, kirsam, men o maktabning nerligini bilmayman, koridorning nerligini. Lekin birsi meni yetaklab mangandek koridorga kirsam, shu xonim egiz ayol saqlab turibdi meni. Fatima xonim degan qiz sizmi deydi. Va suajab bir ishkim kelib ketib qoldi. Ishkansir mening ishkim kelib buni. O'qib qoldim. Men adabiyot shundoq yaxshi. Gerçi atlab o'tdag'anim bilan dadam bizga kashf bo'lsa, Alisher Navoiyning kitoblarini o'qib beradi. Hozirgacha esimda shunchalik bor. Allohning olsa, endi o'zimni qapoq hisoblayman, lekin 92 dan tushmayapti numarim. Hisobda 75 olaman, shunchalik mayuslanman. Nimishqa 100 ololmayman deyman. Chunki kam yerimni to'liqlashga imkon yo'q. Shu kunlarning birida Zayjoy deydigan bir ish bor. 78-yili. Eng oxirgi vaqt ekan shu. Dadamga og'inlari deydi. Qupinlaxun, biror bola yo'qmi? Spen sanat sinib qurulgan bo'ldi. Sizning biror bolalar bo'lsa, bizning bir qig'inimiz sizlarga og'indarchilik yetkazgan bo'lamiz deb. Voy bo'lmamdigan chavandoz bir chechan qizim bor. Toza tushidi artistlikka, shu o'qisin deb. Usul chiqilolmay yo'q. Naqsh qilamlar yo'q. Nima ish qildi? Ondan sonra gıcek tutkuzub qo'ydi, gıcek çalsın. Şunu püttəsə bir hökumətinin tümü tavuqıga ilnəsin degan bir nima bilan men sanasatda o'qidim. Gıcekni yurtingiz nə oldu dedi? Xotanda. Xotan nədə? Xotan shahar ishida. Shahar ishida. Xotan shahar ishida. Bütün maktabdan shu yer tamomladingiz. Çayxana maktabda o'qidim, boshlang'ich maktabni, o'rta maktabda, Dunfun o'rta maktabda o'qidim. Men gıcekni Xotan Span viloyatlik Spanda o'qidim. Jonka olab ketdi hozir muallimlar degan bir muallim Tudahmat muallim deb. Dapni shu o'tidi, g'ijekni shu o'tidi, skripkani shu o'tidi, tamburni shu o'tidi, changni shu o'tidi bir adam, ham sinf mudiri. Bek yaxshi tarbiyalagan bizni o sinfda o'qigan bolalarning hammasi Ahad Baqat tunaysizmi? Mening savoqdishim. Bizning o'rganish boshlig'i sinfda. Sinf yaxshi o'qig'achqa hozirga shundoq yaxshi ketyapti har jihatdan. Bir vaqtda qarsam bir qiz bola shikoyatdan keyinlar kasbda bizdan xilvak oldiga chiqib ketdi-da, pisalaga tushadigan bo'ldi va ma'g'u nima qilyotganini biz ajab oxirda qoldikmi? Mening ostimda etdim. Bu qarsam bu putini tiklab qolib uxlaydi ekanda. Ma putini tiklab qolib, ismixon qiz. Unda ishim bor ekanda deb qarsam bu osti shipillab sada tong atmasda chiqdi. Men bek tirishchan bo'lg'achqa men igizda turishimni xohlayman. Yo'q shu bolalardan o'rganishni xohlayman-chu. Men hech kimga demay chiqib, g'ijikimni tutay deb chiqaman-da. Chunki bu muallimlar, o'g'illar, kichikni o'rgangan bolalar shunda o'ynatib chalsa, ichim havas qilib ketaman. Shu muallimninki bizning uyga chiqib, maktabga hech kimga demay 3 kun o'rgansin. Stop qoldi imtihon birlig'anga degan 3 kun o'rgandim. O'rganganda shu shunchalik ovoz set chiqdi. Yuragim mushtag'ib ketdi. Qachon dadam shunchalik yaxshi chalardi. Shuni bo'pti, shu peti chalay deb kirib imtihon bergan bo'ldik sana sinfga. Imtihon bersak shu anglab balkim qo'lqo'ga yoqmaganda yo yoqqanda ham chiroyim chiroyliqda hamma tarafdan chechan. Dutta chala olamsiz, chala olmayman. Naqsh ayta olamsiz, ayta olmayman. Aytib baqamisa. Hozir aytib baqaymi shuni? Mayli aytinglar-da. Kelin to'g'raq ichida yarigillar. Metursunning uyi bor do'stigillar. Olay desem bermeydi yarigillar ey bola. Bo'yiga yetgan qizi bor do'stigillar. Olay desem bermeydi yarigillar ey bola. Bo'yiga yetgan qizi bor do'stigillar. Tam tepesida bir xammak yarigillar. Bir pilakda min xammak do'stigillar. Olay desem bermeydi yarigillar ey bola. Senda qizning nechisi bor do'stigillar. Bu shuni aytib bersam qara. Ey makasofat kichik turib kim o'rgatdi sizga buni deydi. Bu qadimki naqsha hozir hech kim bilmaydi. Onam o'rgatib qo'ydi dedim. Dadam melqi musiqa yasaydi-chu. Shuni bilan men sana sinfga g'ijekmi chalsin, riyosatchilikmi qilsin, bu qayoqqa tasaq artist bo'la oladi ekan. San'atning bir hujayrasi bor ekan bu qiz deb meni qabul qildi. 3 kun o'rganganimga, mush peta qota aytganimga meni qabul qildi.
Şunun bilan maktabda shundoq chiroyimiz sap-seriqda hammamizning hozirgi bolalardek girimlarda, maynada zag'ir yeyishimiz zag'ir. O eshib qolgan zag'irni chiqib lamponga tegishib yeymiz. Yosh bolalarning ichi issiq bo'ldi ekan. Bir yerlaydiganimiz shu lampon o'chog'ida bozorda hech nima yo'q. Lekin o'zimiz shunchalik baxtlik. Baxtlik. Yana bir ish unutib qoldim men boshlang'ishda bir qiz bola bor qishimda, Fatima deb. Oilasi tijoratchi oila buniki. Shuni bu qiz bola kunda 2 mo'chan elib keladi-da. Tushda uyda tamoq etib bergan adami yo'q. Men buningga xatni ko'chirib yozib beraman. Bu o'ttirdi. Qo'lima kelmaydi xatga. Xanım qara Fatima xanım meyleydi deb deydi. Şunu jurdab açqıdı, chiqib lampon yeymiz, ya xotanning qodisi var shundaq qaysi. Uni yeymiz, ishimda deymay, tijoratchi oila qat'iy bo'lmaydi ekanda, balaga pul bersa. Nemishqa pul berdiganda bu qizga pul bermagan bo'lsa, bu qiz tushdi uyga borsa, tamoq bo'lsa, mendek yaxshi o'qatdi. Buni men yetaklab qachongacha mushtaq mangama debchi. Siz topshirig'ini ishlab berib, manga teşiği çıkıp, o beni şilap, lampon yapırdı. Evliken bizim Fatima Hanım'ı o çağdaki şu tamak bek temilik mi? Moş çaşlarını maşta kılıp şunda çırak gaz yağlıkını çekildi o. Çıraylar degen şunçilik pakizelik hanımның şunçilik cezbadar çeptas. Oturup yep gelse üzem dep gitme xep. Ben mamışta oturup çoğun boğanda şu lamponu yep oturup onun bunun orta yaşaymayı dep ben üzem geçiyorum işte digenme aşağıda. Ama muşunda digen neslinden hepimiz emelge işip geldi. Lampon yeldiniz mi da? Küldi yeme o lamponu. Üzem yep durup mağız olgu işinime. Pul vermişse bu ügensi buldu ders ügesse dep. Hem de minen hazır demekçi oğlumuş köpçülükке. Ota-anası pul vermeydiken hiç kanda balığa. Yaman ügünüp kalıdı o çünkü o da pul kaçlaşını bilmeydi o. Ahlat yemetlik ötüp gitti hazır. Hammasi birip koydu ki. Yaxşıcak bulup. Bir koydun, 2 koydun. Ben bu şimdi demekçi. Hiç kimnin balası, hiç kim pul vermesin. Üzünün ota-anasından başka adamın pulu veriş hukuku yokluğunu his kıldım ben. Vallahi yaxşı terbiyeli olmaydı ki depçi. Maras bir yoçuk ki aras terbiyedeki. Ben xila akıllık oqaşqa ma yoçuk davalayım. Birincilik okumağa adam bunda oldu ki aras. Andikin şu senesini püttədi o. Püttəgəndikən imtihan berip, Xotan vilayetlik yeni qaçtı sanat ümigiga taqsim bulup kirdik. 5 balını ekildi aşağıya. Ekirgendiki qarsam hammamiz şunda peyz çalıdı bu muzikini. Güzel Nurxan yana terişmisiniz bo'lmaydi, bujak kirib o'tirma. Muhabbet, pabat, hech kimning ko'ziga qarash yo'q. Ashuni chalama, mashqni qilma, o'chaqda ashtaq tirishatdik hamdi. Maqsadimiz egizga yamish bo'lgan ekan. Shu kunlardan birida G'arib sanamga artist tanlab, Xotanga keldik, biz sanamga deb qilsa, andikin Xotan bul bila deb talamat maqsud tadimiz. Şunun ko'zi chupdi ekan menga. Voy, ajab yaxshi kelibsiz. Siz degan qiz mana bu yerda. Qiz shu degandiki, o'g'lim kelib chaqirib qildi, menga gap qilmadi. Kesdik deb ketibdi. Ketgandikin, o'sha omaddim kep qolgan yillari shu. Beijing kino studiyasiningki Shaolang rejissor Nesrin efendimga bir yezi eng chiroyli pak, xuddi hozirgi Dilrabadak suzuk Çipinin qanı tegmegen bir kız gerek bizge degendiken. O kız Xotanda bor. Biz şu kızını sanamga tanlab qo'ydik. Lekin biz 8-ci ayda işiltimiz, sen 5-ci ayda işiltilgan bolsaң, şunu işletken degendiken keloda kelip yerda 2 kız bor. Men şundaq çoğ bildigan kızda, birisi Ürümçide okugan, birisi aşağıda. Xuanısı noyt yassınıp yürüydiganlar. Bütün oğullarını gözü şolda. Çaqirib o'ttirdik, yavaşlanib o'tirmanda. Men ümit yo'q, mumkinmi? Men degan bir g'ijekchilik, men chep bulamay chiroylarim sap-seriq o'ttirgan. Men ikkisiga qarab o'tirmanda, ikkisi cho'qim mushuni o'tidi. Qara chiroyning chiroyliqligini, qara kiyinishning chiroyliqligini. Men uning oldida hech nima emas deb o'ttirdim. O'ttirsam, meni qap qiling dedi. Nesrin efendim kinonisqa Leyla deb asosiy rol qiz bor. Sizni tanladik degan o'ychini uydagilarga deb nima qilsam, Qashqarga boradigan bo'lganki deb dadam bereng balam dedi. Qashqarga berib, shunda charchab keldik, kap bo'g'ich girim qildi, kiyimni kiygizdi, shijon qildi da, Yangpingga oldi. 365 gradus cho'gilan asta deb cho'gilaymanmishda qilib. Qatsam xeli yomon emas chiqibdimi? Shuni ular rejissor dedi. Sen bizning kinoga mishalda ishlaymiz, 8-ci ayda biz Beijingga ketimiz. Bizga moslashib, yaxshi qilib bersang, Beijingga ekdimiz seni dedi. Çoğum Beijingga berishim kerak meni. Bütün vujudim bilan kirib ketdim. Tuyg'uning kam başrolchi, men ayol personaj başrolchi. Moslashib, zodi degan yerdan kirishib, Davyanning degan yerdan chiqib
İşlep Beijing dese, vah, Beijing'e barsak, mavcuşunun izneklerden, vallahi nur çıkıdı. O şimdi kördüğüm boldum dep hoş yok ettim. İşte kılıp Ürümçi'ye geldik, Beijing'e bağlan bulduk. Beijing'den yani Ürümçi'ye gelgen bulduk. Şu esnada Ömey Çağ'ın ki Deyingci'nin cüyrağına oldu bu adam. Beni tallap Hotengi beripti kinoga. Aşı Nesrin efendimge aşı yatakta yatqanlıda koyuldu körepti meni. Ma kız oldu ben kinorumga işledim adam. O rol muhabbet hikayesi. Aşındaq bir kinoga çıqqandım. Kinonu tügütüp kelsek, deyin şu yandan malımları kep kaldı Ürümçi'ge. Siz müşəgə imtahan birin degan həcəb yaxşı. Qatnaşay dedim, uya kirib qatnaşdıq. Dыңдай degan bir etotunu oynatqızdı. Qolamda şundacıq nəslə, somkıla, vikətdə saqlavatdım avtobusni. Baradaqa yerim bek aldıraş. Bu avtobus kəmmigini yanı qala qarayma, saatim qarayma, manaslarga qarayma. Buni birsiga yetkizib birdiga o'xshayma. Xanzochini tushunmayma, o'zimning engida endi. Tushunmasangiz-mi bir xil odamda bir ruh bo'ldi-ki, tushunadigan bir nima da'vatqanligini. Menga ya deb birdigan odam yo'q, hammasi ichimizga o'tmasdi degan bir nima bor emasmi? Odamda bir qizg'inadigan. Menda o'tay hech kim deb bilmaydi. Men tushundim ashuni Lexuyin Laushining gapining. Ma'nisini tushunib saqlab turma. Bir mumkin jasha endi mushlarning hammasi. Avtobus keldingga ovoz qilib berdi, shunga eshik ochildi. Narslarimni ko'tarma, avtobusga chiqma. Mayada yana bir siqaldi, bir yordam qilib desam bir bola kelib yordam qilib avtobusga chiqib ketdi. Chavakchab ketdi. Shunday yaxshi o'ynading, o'tding deb. Bilamsa, bir narsani ham qilding deganda, bilmadim, sen deganni qildim desam, rahmat demedin abalga dedi. Sen rahmat degen demegandiki, men demeptim deb içimde çok. Ashtaq o'tdik, keyin bir kino ko'rdik, dengusin ichida. Ta'siratingni yozinglar deydi ekan. Kelgan yerda yozamandan pingingni. Qog'oz bekaqasi bo'lmaydi degan bir niyat bilan liq qilib berdik. O'tdik Beijingga bordigan vaqtida Kenshangi safar degan kinoga men tanladim. Bozorim chiqib ketdi endi. Demak, tunji og'a rolingiz Nasrda efendimdagi Layli. Layli. Uningdan keyin shu Beijing tarafda. Ya hammasi ishkirninki. Sohib Jamolning o'limi qancha yil ishlangan? Uni maktabni bitirib kelib 85 yili bitirib keldik 7-oyda, 86 yili 4-oyda ishlashga tushib ketdik. Asos jihatdan adam bizga nisbatan kona davrniki odamlarda bak talaylik deydigan bir uqum bor-ku. Bu vaqtlarda balkim artist oz bo'lganlikdan ekranlarga jiq chiqib bilish fursatlari jiq bo'lgan. Hozir lekin bizga fursat qolmadi, raqobat texmi keskinlashib ketdi deydigan bir ong'va biz yangi davrniki baldirdi-ku. Mush qanday qaraysiz? Men mustaq o'ylasam hozirgi bolalar tirishmaydi ekan. Men Xanzochini bilmayman-da shu chaqda. Rejissor emas Xanzo. Hatto men sinfda eng yaxshi o'qidim dedim-ku, o'rta maktabdami, nachar bo'lsam-mi, adabiyotda yaxshi, hisobda tuvan bo'lsa-mi, yana bir guruh boshlig'i bo'ldim-da, endi o'zimga tushliq. Demak, bu qiyningizda bor tirishchanlik shundami? Tirishib, Nasrullo apandimniki biz maktab ashak borganda Beijingga javday so'g'i tushdi. Hammasi Xanzochi bildi, men bilmayman-da. Men ajab bir shuncha yaxshi o'qigan odammi, ne degan gapni bilmayotganman. Yezishning shu xatni yezishni bilmay 8ni bitirib ekanman. Shuni shunday echindim. Ne degan bekdaydi ekan emasmi? Xole, mashangro deganni ishlatib boqmabdimiz. Shulardan tatib o'rgandim. Xetian, Xinyu, Wengong Tuan deb yezishni o'rgandim. Dadamning ismini yezishni o'rgandim. O'zimning ismini oildan boshladim men. Ism yezishdan boshlab, shundoq tirishib o'rgandim. Andan Kenshangi safar degan kinosini ishlab qilib bo'lgandan keyin men o'chaqda san'at o'makka ishga tushib bo'ldim emasmi? Zhongjuansong bo'lib, o'chaqda Zhongjuansong deganmi yomon yo'g'on katta ish u. Cho'ng dashoni bitagandek. Dadam dedi-da, shu mana Kongshuni qo'limga oldim dada. Deyin shu yayinga men o'qiydigan bo'ldim. Sen balam o'qib nima qilsa, siz degan qiz bola, yiroqqa berib nima qilsiz? Bir qizim nega ketdi, chiniqib. Endi siz Beijingga ketsangiz, men Qashqarda oldi keldi deb o'ylagandim. Tayya maoshingiz tusib bormisingiz bo'ladi degandi. Dada, men adabiyotga qiziqqandan keyin bir yoziqchilikni olsinmi, ssenariyga yozishni olsinmi, o'rgansam men uchun yaxshi emasmi? Hozir Alim olimning bir deydi-ku, ota-onasining gapini olgan bola loji deb bek deydi-ku. Men ashunday mushin deyman. Ma'qul dada deb o'tdagan bo'lsam, xaridorim yomonjiq, uyga choy kirib qo'yganlar. Ay ma'qul deb o'tdagan bo'lsam, to'yimni qilib bitdi-da, Zhongjuansong puli va 40 necha qo'y maash olamiz. Men u 40 necha qo'yga men qoyil emasda, jiq pul elishim kerak. Oytaqa men skripka chaldigan orkestnikning ichida harbiy kiyimni kiyib o'tirib, chap kessam deydigan munda orzularim bordi. Mening orzularim yomon chiqdi. Kichik vaqtim nima bo'lsa, nima eng ustin yuqori turdi. Xalq ichida desam, Zichuk deydi. Aeroplan haydayman.
Mashina maydab nima qildim, osmonda uchmay deydim. Shuning bilan shu xotanga kelganlikka qo'ymadi-da, qo'ymay valiylar degan uyga kirdi bular. Voy, xupidan axun boğamısı bo'lmaydi. Xotan uchun bizga cho'ng bir sharaf. Xotan desa taklamakandanmi yiroq bir shay hech kim bilmaydi. Biz uchun shon sharaf. Nasriddin apandimga chiqib shunda g'alaba qozonib qildi. Bu momush qizimizning sharafi, baxti, bizga xotan xalqiga kelgan bir omad. Qo'yslar, nima talablar bo'lsa o'rlab birayli. Mening aşı Raziyagul qizimni akab biringlar. Mening yurkim yig'laydi. Bir qiz bola yezliq bo'lib qoldi. Neyda deb. Degandekin shuni bilan ochamni akab berimiz deb uçaqda valiylarni ma'qul degan ish bilan bija kep. Keldi, ocham shuni men Beijingga ketdim. Demak adam, yig'inchoqliqqa vaqtamsa, davrlarni dedim-ku men, yoshlar mandaroq o'ylaydi-ku, ko'nlarni bir talaylik deb o'ylaydi-ku deganga javoban siz dedingiz. Tirish kerak. Hozirgi bolalarda shu azroq bir o'zini bir qo'zg'itib, bir tirishmasa, har davr o'xshash amaliyotda degan bir narsani ifodalamoqchi shunday-ku. Shundoq. Shunday ko'rinmalarga va shu kasbni qilayotgan barliq yoshlarga tavsiya qildiganingiz, cho'qim tirishsizlar har davrda, har qanday bir sharoitda cho'qim g'alaba utuq sizlarni saqlab turdi degandek bir yurak so'zlaringiz bor deb his qildim. Bek to'g'ri so'zladingiz. Men necha qizlarni oldim, bilmaymiz, bilmasak, o'rindan o'ta bilmasak, birakini uning puchug'iga chiqib tashlanib qoldi. Shular mendan chiroyli sat emas. Chiroy, figor, hamma tarafdan bor, lekin o'rin ekan. Mundaq o'ylasam, ashum saboqdoshlarim shunday xafa bo'ldi. Yey, nimdoq qildi ey bu bolalar. İntilish degan narsa yo'q. Herib qoldik ya bilmasak uni. Chiqib hamma futuq natijalar odamniki o'ziga bog'liq. O'ziniki tirishchanligi qanchalik badal to'layolganligida bo'ldi ekanda, shundaqmi? Shuni yig'incha qildik. Rahmat aka, men so'rashni unutib qatmaslar, qancha bola? Biz 9 bola. Siz o'yning kichigimi? Men 3-chi. Dadam naqshida qanday qada unda bo'lsa. Asli mening ovozim xeli batdi, lekin aytganda Abdukrim abız dedi, ilqi sayfon qilganda. Bular bizdan aqlli chiqib ketibdi. Biz yavaşkanmiz. Muallim yongchingchab o'tiratdi. Mening bir ovozimni bir tangshab qo'ying degan bo'lsak, bizni yo'q demaydi. Ügenmegen gap. Xongdongjininki kinosi dramasi kelganda, Arshmalalli kelganda men kichik daraxtlarga chiqib kuratdim. San'at degan mushtaq ulug' bormi? Menga shunchalik butun vujudim uruqni menga sap bo'lgan shu chaqda. Arshmalal deb kessa shunchalik Xongdongjining butun naqsi menga yot. Sinfga chiqib aytib ketaman. Jingbilandamninki kinosini ko'ramiz. Kuratgan. Kulib kessa degan sinfga chiqib do'stga qilib qilsam, "Bu asl artistkan qo'yacak o'ltirib bu yerda." Nimani qiz qildi ekansa, biroq deyin shu yangi borgandimi, butun qimmatdiq, yavash o'xshaymiz. Shu ma'lum belgilab berganlik qilib, Abdukrim abız mana shu o'zligidan ilqi naqshini o'rganibdi, dramaga kirgan adam, musiqa o'rganibdi. Men g'ijak o'rgandim-ku, ko'p qilliq bo'layli deb tirishmagan yerimiz bor ekan deb o'ylab qoldim. Shu jihatlarda bir pushaymoningiz ekan. Shu jihatda bir pushaymonim bor. Ada unda bo'lsa hozirmi shu naq maydonda deyman. Hozir kulganingizda esim kelyotdi. Klassik bir filmlarning azroq bir ariyasini o'rlab bersangiz qulaylikmidi? Masalan, Chingizxondami borsiz? Uningga tayyorligim yo'q. Voy lekin. Ya biz to'g'ri tushunamiz. Bizning programmamiz ham de mushtarak yo'sinni ma'noda. Onunğa hech qanday bir kamchilik hisoblamaymiz buni. Naq maydon faqat va faqat shu kuchining yetishicha hozir qallasiga kelgan bo'yichilik qilib beradi deb tushunamiz. O kasbiy nuqtaga olmaymiz. Yey, o Temirxondan qaytib chiqib, o'zlariga bayat qilib kelgan odamni o'ttirib atganmi bormi? Dadalarning vaqtida, mening erimning vaqtida bir qildim qirq qilolmaydi, uningki amirsiz askarlar. Amdilik kelganda sizlar qanday boshqurgan askarlar bu, ha? Bu oson ish. Uning kallasini kesib, akab, enisqi tunusilali bo'lmadimi? Onun üstüge ko'rinmalar nuqtasida bo'yliqqa davlat tilida deyilgan gaplar shundami? Bo'yliqqa to'p tuzlam hozir tarjimalar tilam dedingizda. Ovoz artistlarining ovoz bergan uyg'urcha nusxasi bizning esimizda hamdi. Aning o'xshitib turib, o'xshamadi deyish mumkin. Hamda mening ovozim o'xshamaydi. Shu ovoz artistlarininki ishi. Ovoz artisti shunday chiroyli chiqargan ekan shu. Ular boshqa bir kasbda ovoz artisti, aktyor boshqa bir kasb. Shunda bo'ldi. Ish qilib rahmat Jumada. Shu programmamizningki muqim so'rilgan 8 savoli bor. Mushni men bir so'rib o'tay. Men o'tgandan bir o'tyutamdoq. Ma'qul. Birinchisi, siz bo'yli qancha yosh? Faqat digim yo'q. Oshkorlaymiz bugun. Deb aytadi. Sizdan qanday kirgandek turman?
Kirib bağansız da. Neçə yaşlar ətrafında şu 52, 53. Boptu devetey. Bu yıl ben 10. ayda 60 yaşga kirdim. Atlap 60ga kirəligimdən bək xoş. Bunundan keyin ömrüm xeyli uzun bolğadak dep özümki. Ömrünüz uzun bolsun da. 55-dən aslı dep oylapdım ətaxı. Xeyli jiqdab etdiniz. Xeyli jiqdab etdim. Rəhmət edəm ondan keyingisi. Siz qançıncı yıl toy qılğan? Hazırki aileniz soğurluq üçün baxaylı. 88-ci ili toy qıldım. 2 bala doğdum. Rəhmət edəm ondan keyingisi. Siz hazırki tonulğan aktyorlar içində kimni ən yaxşı görürsüz tanlaş? Abdukerim Ablaz, Ahmetcan Ablimit. Albatta Abdukerim Ablaz deyman da. Men ən yaxşı gördiğan, bək yaxşı artistçimi, stil, əxlaq, fazilat cəhətdə həqiqi. Abdukerim Ablaz. Abdukerim Ablaz. Onda olsa keyingisi Hoşur Səlay, Xalmurat Ömər. İkilisini yaxşı görmən bu deyman. Hoşur Səlaymi yaxşı artist, Xalmurat onundan ötə yaxşı. Birini tanlağa. Xalmuratni tanlay. Onda keyingisi Xeyrigül Həsən Qunduzaytaş. Xeyrigül Həsən. Keyingisi April Səməd, Mehrigül Əhməd. Bununla qan desəm. Mehrigül Əhməd. Oy, rəhmət. Onda olsa chet el kino çolpallardan da olsa maniye qoqmay da versək üçün Şarulxan Amirxan. Amirxan, burun mən yaratmaydım o artistni. Acaba bir yaxşı çıxmaydı o bu bala, çiraylıq bolğan. İşiniz bilib qoyğan bir işlər bak. Yox, maarifni güllendiriş üçün cıq töküp qoşup el tanqalını işledi. Mən şunçalik yaxşı görmə. 3 axmaqni bək yaxşı işledi. Bu rolununki uslubunu özgərtib etdi. Əgər mən bu davamlıq işləgən bolsam, həm də bu da ma Çingizxanni oynab mən arlıq xeyli üzülüb qalğan bolsa oynab özüm təmənna qıldım. Xeyli xalqlarının inkası yaxşı əmdi. Tallağa bulağa da gepmə getdiniz. Ben riyasət çox qılamdım ya, tavıqızdan. Şahrukxan Amirxan. Biz məşdə Şarulxal daval gəlməz biz o miyədə. Əmdi mən Şarulxan bək ötkəndi, gəldi degəndi. Doppulan iki güzəl Şinjanlığını bək gəldi də özüm şundaq düşünüb bilib tamaq etib durub ballı bilan soxuşub getdim ana bilan. Çıxıb mən bir qucaqlab alam deb. Əmniyyət Beyjing gələn bal ekan. Mən özüm məva bizim məyəkət deb oylabdım doppulanı. Kelgəndikən çiray məbəksi onun əxlaq fəzileti, şu külsülam adam bir xoş oldu o. Aşını desəm mən çoxum Şarulxanı tallayman da. Aşıq ekan sizdə? Aşıq. Anıdikən Çanglong Lilenci. Albatta Çanglongda. Albatta, lekin hər birisi bizniki hörmətləşki tegishlik qatı çolpanlarımız dövlətə vəkillik qıla alaydigan bir dövlətninki kinochilik taraqqiyotini aldığı sürüb etəligən dunyoga ta'sir ko'rsatadigan çolpanlarimizga amaylan yaxshi ko'ramiz. Endi men Çanglongni mening odamni yaxshi ko'rdiqran, cho'nglarni yaxshi ko'rdik ya. Buningda nima millat ayrımısı yo'qkancha meningda. Odamda bir ashtaq bir narsa bo'lishi kerak. Inson bo'lib ko'raldikmi? Hammamiz o'xshash degandek. Uningni tarjimalini o'qigandim men endi yaxshi ilg'or odamlarga qiziqqandikin Obamanikini ataydan ko'rdim elib. Çanglongning bir gapi shunchalik esimda qoldi. Men hozir mushu 1 millionlik bir vaqt tamqimni qo'ysam, pulim o'lgicha yetadi. Yerlayman, biroq men yemayman. Bir momi yesam, bir taqsay bilan men qo'shqim to'ydi. Demak, bu pulni yanchiq qilsab ketmadi, shu dunyo bo'yicha, shu bo'libmi bizning Şinjandaymiz. Ko'zi ko'maydigan bolalarga nur akilma deb xayr saxovatni ishni bek jiq qildi bu bola. Bundalig'i jiq qo'yandi deb kelsak. Shuning uchun bo'lsa ham endi ishtaq cho'ng bilaman endi men buni. Odimiyligi, kasb iqtidori. Bizniki qimmatli go'ar darajalik cho'lponlar. Buldunuz da bir. Buldum. Şundan qilib, asli busuni faqat içməydim jumo, qançaşı öç. İçsəm bir xillam dori sevatgan bir narsa tekçi. Mavi bek yurun qaşning suyidakildi etib ketdi menga. Açtama? Yurun qaşdingmi? Tabiiy suvmi bu? Shu yurtimga borgandaklam o'zimning makonimning suyini ichgandek, shu sizning gapingizga qaramay ichib ketyapman hozir. Tetgan bo'lsa. Tetgan dekanda. Unda bo'lsa da shu eng oxirgisi kelgan emasmi? Eng oxirgisi mush tayyorliqsiz holatda qisqa bir etotdek bir narsa qilib berang deydigan talab bor. Onun chataq chiqam chiqmasmi? Oshuningdan so'ramay, boshqadan so'rasangiz bo'ladi. O rol o'ynab beradi. Ma'lum vazifa juma. Idoraning vazifasi deb turib. Çolpan geldi. Apa? Tamaq qotamsa? Ha. Nima lag'man? Mifan qilsam bunda?
Senin mifen, lağmen degidek salayetің var mı mening aldımda? Nimeli işlarını qıp yurdun ha? Ne buldu? Dadan seni şundaq terbiyeligen mi rahmetlik dadan? Ne buldu? Ne buldun apa? Neymiş vağını sana ayandı? Ne buldu? Ne kıldım ben? Hemen em jarasan da dep bereyim ha? O gap bolsa tüz dügüne apa ne buldu sana? Çarça qap sende? Men çarçımıdım sen menemni çarçıtып ettin. Qara. Xapımığına apa xapımığına qanday iş olsa? Ben üzem bağı xapım. Tutma meni. Ne buldu? Haqni uydagi narsa nim deb qilsa? Nimish qolsa? Nimish qolsa? Nimish qolsa, ha? Men seni shundoq tarbiyalaganman. Esitmagan sutim, esitmagan sutim. Biraz da aldım. Neçe vaktin beri 10 tügüsü 10, görüş tügüsü görüş. Tok sopularını ben töylep beri atkadım ha. Hey, men seni haqning birinisi ekirgin dedim ben sana. Udas qanday qilmas? Men seni tapqanda deb o'ylabdim ha. Nimda xirajatlari jiqvilab ketadi ketsam asli mundaq kenda seninki. Umaç etpesem umaç yiysen, nima etpesem şunu yiysen bo'lmamdi. Och qaldingmi? Sana nima yetmedi? Unda sen qılalamsa, sen işleyelemsa, man pul berelemsa, Ben sana yana nima qilib bersam bo'ladi? Seni beqib shundaq chiroyli cho'ng qildim. Putim og'rimagan bo'lsa, men ishlab o'zimning jenini o'zim baqab o'g'iydim. unda qo'shma qanday qilma. Men balla tang to'shamiz to'y qilib bo'ldi menchu. Chirka qilmasak, men ishga qo'lang cho'loqmi ya? Nimishqa ishlamaysan? Ishlab nimishqa pul topmaysan? Ha? Hech ish qilolmasang, oshxonaga kirib, haqni qochishni yusangmi bo'ldi, pul qo'shu. Nimishqa qilolmaysan? Men qilmadim emas, qilib baqdim. Men qanday qilsam bo'ladi? To'g'ri, sen tirishding, beqib cho'ng qilding. Uning rahmat. Lekin sen doim qiyinlayotsa, iqtisodiyotdan qiyinlayotsa, qanday qilsam bo'ladi? Balam, jinim balam. Yaxshi o'qigan bo'lsang, daşyolarda o'qigan bo'lsang, mushkunga qolmaydiq. Men uyda bor yo'qning nima bo'lsa shuni qilsam, men bir sabrlik ayol, meni bir baxt dövlatga erishtirib, demedim-ku sana. Kichik vaqtimda tatib, dadam qacha ayrilib ketdi, mendan uqmayman. Sen o'zing yemay yegizib, kiymay kiygizib cho'ng qilding apa. Hozirgi kelgicha Raslam sen menga hech qanday ig'irchiligingni sapaqmading, lekin har qitim boshqa do'stlarimning opsi har xil chiroyli kiyimlarni kiyib, chiroyli yasinib, chiroyli uylarda o'tdag'ini ko'rsam, yuragim og'riydi. Rahmat bolam, mushunchalik o'ylagan bo'lsang, men seni bekor cho'ng qilmabdim-a. Biroq mening kutilganim bu emas bolam. Az yesakmi to'q yeyli. Kishininki tayyorga kelgan narsani uyga akirib qilsak, sangami yaxshi emas. Mangami yaxshi emas bolam. Anladingmi? Mushunchalik o'yga kelgan ekansan. Sen mening eng yaxshi bolam, jinim bolam. Sening qo'lingdan har qanday yaxshi ishlar keladi. Qaqning bolasi qilganni sen qilolmamding bolam. Qara chiroyli qo'llaring bor. Qara chiroyli chiroying bor. Aqling desa aqling bor. Mening bolam kimdan kamdi? Taqdir shundaqken dadang yaşlı tugab ketdi. Buni dadangga olsang bo'lmaydi bolam. Sen kichik vaqtingda dadang shunchalik yaxshi ko'ratdi seni. Nimasi bo'lsa akirib, shu azimatchan bolam yesin deb hamma narsaning beshini sana beradi. Mürisiga atib tugitaylaq etib o'ynatadi. Esingda yo'qmi shular? Qapım apa. Tüzdek. Sen tüzəsənlər, mən işinimə tüz düşüngə balam. Mən tabağını etəy otura, tamağını yegin canım balam. Ya o nesini beri yetip geley. Hazır kelme. Çolpan geldi. Rahmet ede, rahmet. Ya yığıltıb etdiniz, yaman kəsçimisiz. Kol koydum. Kırımlarımı buzlu. O kırım bombasım çıraylık ko sahip Cemal ko edesiz. Rahmet ede onda bolsa. Naq meydanga qadam tashiribgan tomoshabinlarmi sizning hikoyalaringizni to'liq anglab sizga bo'lgan tushunchasi texmi ochdi. Endi mush tomoshabinlarninkimi bir so'ramoqchi bo'lgan savollari bo'lib qolsa agarda mishada fursat bersak so'rab olsanglar bo'ladi.
Güzel Nurada, Abide Çolpan Geldi programımıza hoş geldiniz. Siz bizge bizden balalık ve ösmürlük vaxtlarımızı eslettiniz. Biz aş vaxtlarımızda siz rolağamış filmlerini görüp çoğun olduk. Aş filmler bizge estetik zok bağışlayan hem de manevi turmuşumuzni beytgan. Mesela Çingizxan filmi degan o'xshash. Gerçi o zamanlar intayin oddiy bo'lsa-mu, lekin ma'nilik ve xushal vaqtlar edi. Va hammadan muhim bo'lgani sizni bugun shu naq maydonda shunchalik jonliq, shunchalik chiroyli, shunchalik aktiv energiyalik holat ko'nglimdan shaxsan men intayin xush bo'ldim. Yolg'iz men emas, shinima ekran oldidagi barliq tomoshabinlar va xalq ommasi cho'qim xush bo'ldi deb o'ylayman. Shu munosabat bilan sizning bundan keyingi san'at hayotingizning texnik mutluluq bo'lishini, teningizning salomat bo'lishini, oilangizning texnik baxtli bo'lishini umid qilaman. Va oxirida bizning Abida shirkatininki azroq ko'ngil so'g'imiz bordi. Chilan alqat ichimligi so'g'atliq oz bo'lsin qabul qilgan bo'lsin. Yaxshimi Güzel Nurada, yaxshimi riyosetchi. Güzel Nurada opam sizga shundoq amroq, opamning ta'sirida kichikimdan tortib siz rol olgan kinolarni ko'rishga shundoq amroq edim. Mengum shundoq go'zal turishingizni tilayman ham umid qilaman. Endi bugun sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bizning hammamizning yoshlarningmi nurg'un orzularimiz bo'ldi-ku, qiziqishlarimiz bo'ldi-ku. Bizning har taraflardan tang tarbiyalanib, cho'ng bo'lg'imiz bo'ldi-ku. Masalan, ba'zi orzu armonlarimizni amalga oshirolmay qoldik-miz. Siz bayam aytib o'tdingiz, naqshchi bo'g'im bor edi, ammo shuningdan tarbiyalanmay qoldim deb. Endi ba'zi orzu armonlarimizni bir başdan amalga oshiryapmiz. Ammo hozir jamiyatimiz shundoq tez taraqqiy qilib ketyapti. Hem bizga her tarafdan besimlar bo'layotdi, ammo vaqtimiz yetishmay qolyapti. Shunga bizning bir gapimiz bor, go'shtni qassob so'ygun yaxshi deb. Shunga ba'zi yoshlarimizda bir ideya shakllanyapti. Men bir kasbni bir ishni qiysam, qolgan ish bilan karim bo'lmasa, ondan bir ishni peshiq olib chiqa olsam degandek ideyalar bo'layotdi. Mishninga siz qanday qaraysizki? Shuni bilib boqqim bor edi, Güzelnurada. Yaxshi. Bir kasbni haqiqiy ashning talat ahli bo'lsa, kishigidan tortib yoqtirib majburiy emas, mashq qilib ashtaq o'rgangan bo'lsa, masalan, ilqi saylo deymiz, misi, ilqi normen, hech kim o'rgatmabdi ekan ash bolalarga. Ash kichik savatni qilib yurib, o'zi qilib, ota-onasi yetaklabdi shu jarayonda. Eng cho'qisiga yetdi. Hamda ashunday qila oladiganlar bo'lsa, ota-onasi shuningga yor yo'lakda bo'lib, bolalar azroq narsani bayqab qolsa, vaqtini chiqarib, bolalar bizning kelajagimiz, kimning bolasi edi, mening bolam degidek holatga kelish uchun ashunday fursat yaratib bersa, shu bolalarni texmi yaxshi bir o'rganib qila olsa, birasi chiqib qoldi ekan ming ichidan. Ham shaxsan menga o'xshash hammaga qiziqib boqadigan bo'lsa, umi yaxshi, qiziqsin. Qiziqmagan odam jamiyatga axlat bo'lib qoldi ekan-ku. Hammani qila olgan odam hech bo'lmasa, nega bo'lsa o'zining jinni bir kishilik beqib, voyga yetkazamizsakmi, qarshi tarafninki moyilligiga erishgidek xursand qila olsak, shuning o'zi bir baxtmiki deb o'ylayman endi. To'g'ri. Rahmat Güzelnurada. Qilg'ida kishini hammani bugun qilyapti qo'yadi. Siz to'g'riliq tushunib oldik, rollarni o'ynab baqdik. Kuchimizdan yetishicha sizdan biri ko'chlab baqdik, bir dars olaylik. Yamakansiz. Hech kimga demagan gaplarimni bekorsizga davatdim-da endi. O'zimga nima qilar, asli sir saqlab az-azdan degan bo'lsam yaxshi bo'ladi endi. Yana deyilmay qolgan gaplar cho'qim borda. Onu biz kelak sonlarga sizningki bir vaqtingizni yana bir to'g'rilsak, maqiyatim deyilib bo'lgan gaplarni faqat demay, yangicha bir gaplar bilan, yangicha bir temalar bilan yana bir son ishlash orzuyim borda. Shuning bir vaqt chiqarishingizni umid qilaman. Qanday qilamisin sizdan bek suyundiqada, davomli sog'lom, tetik holatda turishingizdan chin ko'nglimizla umid qilishlar birga yeziqchilik, abayqidek etot rol o'ynash, kino ishlash qatorliq ishlardimi, amal va fursatlar bo'lsa, chang tutib bizga chiqroq ko'plab sunib turishingizdan chin ko'nglimizdan umid qilamiz edi. Xo'sh, 2023-yillik Cho'lpon keldi programmamizdagi tojdorligini Shinjang Abida Biopen Texnik taraqqiyot cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Abida ismda bor, ko'nglimda bor, uyimda bor. Uning shirin ta'mi tilimda bor, dilimda bor, kayfiyatim g'iyor. Sut bilan netgan choy, uyimning ozuqi. Abida shirin ta'mi qalbim shodlig'i. Abida
tabiiy qahvaning qanday bo'lganligini bilamsiz. Tüjüplab tayyorlangan har bir qahva urug'i ezib ayirib tayyorlanib, chiroyli botilkalarga qachilindi. Eng xushburoq, eng tabiiy tam obida qahvalarga mujassamlangan. Güzel kunlar obida qahvalari bilan boshlangusi. Malqini. Mana, mal. Aval tetip yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizlaydigan tayyor tam tetib quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim-mi? Ya. Ya, sen baqa. Aşkım tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyor tam tetib quldirichi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qipyamsiz, to'g'ri qo'rda qipyamsiz, samovar sho'rpis qipyamsiz, Italiya cho'pi qipyamsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men buni kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baxmasam bo'lmaydi. Yani şu gap. Mal bekle az qolgan. Ma'qul, og'zingdan ichla. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallala maslani davotiman. Bo'ldilar. Eng yaxshisi ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni birlik qilib tetib baqil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Onundan başqa programımız riyasətçilərinin kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyat şirkəti alayda qolğan Boğladın Miras tağdak qamatga qiyas Miras kiyimləri. Başdan bir dedim qo'y, mushu Abida Cho'lpon keldi programmasi bu qoldi emasmi? Mushu so'zmi, tabarruk, qimmatlik degan ma'nolarda qo'yilgan ismga hozir mushu Cho'lpon keldi programmamizdan bundan burunqi sonlar bo'lsin va mayli bundan keyingi sonlarimiz bo'lsin, butun hammalar biz uchun tabarruk deb sanalgan, qimmatli sanalgan cho'lponlarni biz chiqyapmiz. Chunki sizlar bizningki texnik yaxshi taraqqiy qilishimizga qo'zg'atqich kuch bo'la olasizlar deb qaradik. Shuning uchun har qanday vaqtlarda yana bir fursatlar bo'lsa, mush keyingi sonlarga obay deyishganimizga o'xshash bir fursat chiqarsangiz, yana bir ishingizdagi bilimlaringizni bizga yetkazsangiz, shuningdan foydalanib, yana bir palla bir taraqqiyotlarni qo'zg'ayotgan bo'lsak deb shu umidlarda biz davrniki bolalari shuni umid qilamiz. Uzun yillardan beri bizning ota-onalarimiz va biz sizning filmlaringizni ko'rib cho'ng bo'ldik. Siz bilan izchil ko'rish baxmagan bo'lsakmi, munosabatli shaxslar bo'ldik-chu. Biz rahmat aytishga tegishli amaliyotda har bir ko'rinman. Shu vajdan ko'rinmanlarning tomoshabinlarning nuqtasidan turib, biz chin ko'nglimizdagi hurmatimizni, rahmatimizni shu oddiy programmamiz rahmat lo'nqisiga yig'incha qildik. Mushni tabarruk qilib saqlag'aysizda. Voy rahmat.